Perforant tomirlar, terosta lateral tomirlar. O'rta tirsak tomirlari, oraliq tirsak tomirlari. Tomir kengayishi ko'krak qafasidagi qon bosimining ortishida kuzatiladi. Bolaning chap qo'lidagi tomirlar shishyapti. Birortangizda o'tkir pichoq bormi? 12 santimetrdan kichik bo'lmasligi kerak. Siqilgan pneumotoraks pleural qavatga havoni kirishini ta'minlaydi, biroq uni chiqarmaydi. Ikkinchi qovurg'a ostidan kesish lozim. Ammo shisha nima qilasiz? Bolaga tibbiy yordam ko'rsatilgunicha havo shu tarzda aylanib turadi. Qancha havoni tashqariga chiqaradi, shishadagi suyuqlik uni ortga qaytarmaydi. Yasamas sun'iy klapanmi? Nafas ol. Nima uchun tibbiyot oliygohlarida 6-7 yillab o'qitiladi? Chunki bemorlarda kuzatiladigan jarayonlarni shifokorlar bilishi shart. Ushbu holatda ham tibbiyot talabasi birinchi anatomiyani, keyin fiziologiyani eslab, ozgina fikr qildi va bemorimizga birlamchi tez tibbiy yordam ko'rsatish uchun 6-7 kursda o'qitiladigan darsliklarni ozgina eslab, fikr qilib, bemorimizni hayotga qaytardi.